Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mabdaun Nahu kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan darslarda ismni raf va nasb holatlari haqida o'rgandik. Endi ismni oxirgi, i'robdagi oxirgi holati jar holati haqida gaplashamiz. O'zi ismni 3 xil holati bor. I'rob holati 3 ta bo'ladi: raf, nasb yoki jar. Biz o'tgan darslarda raf va nasb holatlari to'g'risida gaplashdik. Endi jar holatini o'rganamiz. Undan ham oldin biz ismdan ham oldin fe'l to'g'risida gaplashdik. Fe'lni raf holati, nasb holati va jazm holati bilan tanishib chiqdik. Demak, endi ismni i'robdagi oxirgi holati majrurat, demak jar ismlari to'g'risida gaplashamiz. 29-dars ismning jar o'rinlari. Ism ikki o'rinda majrur, ya'ni oxiri kasrali bo'ladi. Endi oxiri kasrali bo'lishi bu asl alomati. Ba'zan kasraning o'rniga boshqa narsa ham alomat bo'lib kelishi mumkin. Masalan, yo birinchisi demak hurufi jar. Ya'ni hurufi jar, ya'ni jar qiluvchi harflar deb atalgan harflarning biridan keyin kelsa. Demak, biror bir ism jar qiluvchi harflardan keyin kelsa, ana shu ism majrur bo'ladi, ya'ni jar qilingan holatda bo'ladi. Jarligining alomati, asl alomati kasra. Lekin ba'zi ismlarda kasraning o'rniga boshqa alomat bo'ladi. Ikkinchisi muzofun ilayhi bo'lishi. Ya'ni ikkita ism bir-biriga qo'shilgan paytda izofa bo'ladi. Ya'ni birinchi ism ikkinchi ismga nisbatlanadi. Buni o'tgan darslarda buni haqida qisqacha gaplashdik. Ana shundan demak, masalan, qalamu mahmudin desak, shunda qalam mudof, mahmudin mudofun ilayhi bo'ladi. Shunda mana shu ikkinchisi muzofun ilayhi nima bo'ladi? Mana shu majrur holatda bo'ladi. Lekin mudof bo'lsa, u i'robda marfu bo'lishi ham mumkin, mansub bo'lishi ham mumkin, majrur bo'lishi ham mumkin. Demak, muzofun ilayh ikki ism qo'shilgan bo'lsa, shunda ikkinchi ism demak nima bo'ladi? Majrur bo'ladi. Tanbih, tavobi, ya'ni ergashuvchilar bilan 3 xil bo'ladi. Ya'ni aytmoqchiki, tavobilar ham bor, buni hali o'tamiz. Tavobilar o'zidan oldingi kalimaga ergashadi i'robda. Raf bo'lsa raf, nasb bo'lsa nasb, jar bo'lsa jar. Ana shunda buni gaplashamiz inshaalloh. Agar tavobilarni qo'shadigan bo'lsak, buni nasb alomatlari, nasb holatlariga ham qo'shsak bo'lardi buni. Ism nasb o'rinlari to'g'risida gaplashgandik. Ana shunga qo'shsak ham bo'ladi uni. Va ismni raf o'rinlari haqida ham o'tdik. Uni ham oxiriga tavobini qo'shib turib bittaga ko'paytirsak bo'lardi. Masalan, ism 6 ta o'rinda raf bo'ladi deb o'tdik. Shundan 7-si tavobi bo'ladi deb aytsak bo'lardi. Va ism nasb holati 11 ta o'rinda nasb bo'ladi deb o'tdik. Ana shundan 12-si tavobi bilan bo'ladi deb aytsak bo'lardi. Demak tavobini hali gaplashamiz. Xo'p, jar, ya'ni kasra o'qituvchi harflar ushbulardir. Jar harflari bularni yaxshilab yodlab olishimiz kerak. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, vav, ta, muz, munzu, hatta, xola, ada, hasha. Endi ma'nolarini ham bergan. Bular ma'nolari hammasi faqatgina shu emas, balki boshqa ma'nolarda ham keladi. Bular faqatgina quyidagilari qisqacha, asosiy uchragan ma'nolar. Min, dan, ila, ga yoki gacha, an, haqida yoki dan, ala, da, ustida, fi, da, ichida, rubba, ko'pincha yoki ba'zan yoki ehtimol degan ma'noda keladi. Bi bo'lsa bilan, ka, kabi, li bo'lsa da bor, ya'ni kimdadir bor yoki kimnikidir, ya'ni niki yoki da bor degan ma'no. Masalan, hadal qalamu li mahmudin. Bu qalam Mahmudniki masalan. Vavul qasam, qasam uchun keladi. Vallohi masalan, Allohga qasam. Yoki ta qasam, ya'ni tallohi, Allohga qasam degan. Bi ham qasam ma'nosida keladi. Masalan, billahi, Allohga qasam degan. Muz, dan beri, munzu, dan beri yoki avval. Hatta gacha, xola istisno ravishda. Ya'ni bu illa ma'nosida keladi. Ada, hasha bular ham xuddi shunaqa istisno ma'nosida keladi. Ushbu jar harflariga quyidagilar misollardir. Demak, ushbu jar harflariga quyidagilar misoldir. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilmni beshikdan lahatgacha, qabrgacha, qabrga tushguninggacha talab qil. Demak, bu yerda min harfi jar, al mahdi majrur. Jar majrur nima bo'ladi? O'zidan oldingi o'sha fe'lga, mana bu utlub fe'liga mutaalliq bo'ladi. Jar majrurlar va zarflar nima bo'ladi? Mutaalliq bo'ladi. Ko'pincha shu fe'lga yoki fe'lga o'xshash narsalarga. Bu yerda muhimi mana bu min jar qiluvchi harf kiryapti. Al mahdi mana bu o'zidan keyingi ism majrur bo'lib, kasrali bo'lib qolyapti. Ila harfi jar, al lahdi majrur. Majrurligining alomati nima? Kasra. Sirtu anil baladi. Sirtu anil baladi degani shahardan yurib o'tib ketdim. An harfi jar, al baladi majrur. Majrur bo'lib
nima bo'lyapti? Oxiri jar alomat kasra bo'lyapti. Qa'adtu alal kursiy, kursiga o'tirdim. Bu yerda ala harfi jar, al kursiy majrur, jar alomati kasra. La'ibna fid dari, hovlida o'ynadik. Fi harfi jar, ad-dari majrur, jar alomat kasra. Rubba isharatin ablaghu min ibaratin. Ba'zi ishoralar ibora, ya'ni gapdan ko'ra yetukroqdir. Ya'ni ba'zan oddiy bir ishora bilan uzun gaplardan ko'ra yetukroq, yetarliroq narsalarni nima ifodalash mumkin. Bu yerda rubba harfi jar, isharatin majrur bo'ladi. Min harfi jar, ibaratin majrur. Bil adli tu'ammaru al biladu. Adolat bilan shaharlar, yurtlar nima obod bo'ladi. Bu yerda bo harfi jar, al adli majrur. Zaydun kal asadi, Zayd sher kabi. Kaf harfi jar, al asadi majrur, jar alomati zohir kasra. Al mulku lillah, mulk Allohniki. Ya'ni jamiki mulk hamma narsa Allohniki. Bu yerda lom harfi jar bo'ladi, Alloh lafzi majrur, jar alomati kasra. Va haqqika inni yuhibbuka. Seni haqqingga qasam ichamanki, albatta men seni yaxshi ko'raman. Bu yerda endi Allohdan boshqasiga qasam ichib bo'lmaydi. Agar bu Alloh taologa nisbatan aytilayotgan bo'lsa, balkim lekin insonlarning haq huquqlari yoki insonlar bilan yoki mahluqotlar bilan qasam ichib bo'lmaydi. Faqatgina Alloh taolo bilan va Alloh taoloning biror bir ismlari yoki sifatlari bilan qasam ichsa bo'ladi. Xo'p, bu yerda muhimi vov nima bo'lyapti? Qasam ma'nosida kelib jar qiluvchi harf bo'lyapti. Vov biz aytdikki, vovni ma'a ma'nosi bor, hol ma'nosi bor, atf ma'nosi bor. Bu yerda qasam ma'nosida kelyapti. Tallohi laqad atharakallohu alayna. Allohga qasamki, dar haqiqat Alloh seni bizdan afzal qilibdi. Bu yerda mana ta harfi jar bo'lyapti, Alloh lafzi majrur. Ma kallamtuhu muz yawmin. Bir kundan beri unga gapirmadim. Muz harfi jar, yawmin majrur bo'ladi. Ma ra'aytuhu munzu yawmayni. Men uni 2 kundan beri ko'rmadim. Munzu harfi jar, yawmayni majrur. Jarligini alomati nima? Yo bo'lyapti. Nimaga desa, chunki tasniya ismlarda jar alomati yo bo'ladi. Sahirna hatta matla'il fajri. Tong otgungacha nima bedor o'tirdik. Hatta harfi jar, matla'i majrur bo'ladi. Keyin matla'i mudof, al-fajri mudofun ilayh. La yanfa'uka shay'un khala 'amali solihati. Senga solih amallardan boshqa biror narsa manfaat bermaydi. Khala harfi jar, amali majrur bo'ladi. Amali mudof, as-solihat mudofun ilayhi bo'lib majrur bo'ladi. Ma ra'aytu al-yawma min ashabi ahadan 'ada Zaydin. Men bugun do'stlarimdan Zayddan boshqa biror bir kishini ko'rmadim. Min harfi jar, ashabi majrur. Ada harfi jar, Zaydin majrur. Ma kallamtu al-yawma ahadan hasha Faridin. Men bugun Fariddan boshqa biror bir kishiga gapirmadim. Hasha harfi jar, Faridin majrur bo'ladi. Aytayaptiki 78-da jar va majrur hamda zarflar albatta bir narsaga borib bog'lanadi. Ya'ni bular borib bog'lanadigan narsaga mutaallaq deyiladi. Masalan, o'sha mutaallaq, ya'ni bog'laniladigan narsa o'sha fe'l bo'lishi mumkin yoki ismi fa'il, ismi maf'ul. Mana o'zi ham aytayaptiki, mutaallaq fe'l yoki masdar, ismi fa'il, ismi maf'ul, sifat mushabbaha, ismi tafzil yoki fe'l ma'nosini anglatgan ismlar bo'ladi. Masalan, ana wathiqun bika. Zahabtu ila al-madrasati. Men senga ishonaman. Bu yerda ana mubtado, wathiqun xabar bo'ladi. Bo harfi jar, kof majrur, jar majrur mutaalliq wathiqunga. Wathiqun ismi fa'il. Bu yerda ismi fa'ildan maqsad sarfdagi ismi fa'il. Nahvudagi fa'ildan boshqa bu, ya'ni ismi fa'il. Bu yerda nazar tutilayotgan narsa demak ana shu fe'l va o'sha fe'lga o'xshash mushtaq narsalar. Zahabtu ila al-madrasati, madrasaga ketdim. Zahaba fe'l tu fa'il bo'ladi, ila harfi jar, madrasati majrur, jar majrur mutaalliq zahaba fe'liga. Aytayaptiki, bu misollardan avvalgisida ila al-madrasati ismi zahabtuga mutaalliq bo'ladi. Ikkinchisidagi bika esa wathiqunga mutaalliq bo'ladi. Wathiqun esa fe'l bo'lmay, balki fe'l ma'nosini anglatgan ismdir, ya'ni ismi fa'ildir. Fe'l ma'nosini anglatadigan ismlar ham bor o'zi. Masalan, hayhata uzoq bo'ldi degani, ya'ni ismi fe'llar. Ismi fe'llar bor, mozi ma'nosida, muzori ma'nosida, amr ma'nosida keladi. Ularga ham mutaalliq bo'ladi. 79-si bir ismdan ma'rifa yasash yoki bir xil xoslash uchun ikkinchi bir ismga qo'shishni izofa deyiladi. Bir-biriga qo'shilgan ismning avvalgisi mudof, ikkinchisi esa mudofun ilayhi deb ataladi. Demak, aytmoqchiki, bir ismni ma'rifaga aylantirishlik uchun yoki bir ismni xoslashlik uchun nima qilinar ekan? Izofa qilinar ekan. Demak, birinchi kalimani ikkinchi kalimaga qo'shgan paytimizda yoki o'sha ism nakradan ma'rifaga aylanadi yoki bo'lmasa ana shu
ism nakra holatda qolsa ham lekin u xoslanadi ma'nosi. Ya'ni biroz nima ma'rifalikka yaqinlashadi. Shunda birinchisi qo'shilgan, birinchi ism nima mudof deyiladi, ikkinchisi mudofun ilayhi deyiladi. Masalan, kitabu Muhammadin, Muhammadning kitobi. Bu yerda kitob o'zi nakra edi. Endi uni Muhammadga izofa qildik, ma'rifa bo'lib qoldi. Ya'ni kimning kitobi ekanligi aniq bo'lib qoldi. Chunki nakra ism ma'rifalardan birortasiga izofa qilinsa, u ham ma'rifaga aylanib qoladi. Demak, bu yerda mana bu kitob Muhammadga tegishli, Muhammadga mansub ekanligi bu yerda ma'nosi chiqyapti. Izofa degan shu. Shu yerda mana bu Muhammadin doim majrur bo'ladi, mudofun ilayh. Lekin birinchisi i'robda o'zining o'rniga qarab raf, nasb, jar bo'lishi mumkin. Shuningdek, masalan, qalam va hibrin desak, qalamni, mana bu qalamni siyohga izofa qildik. Ya'ni bunda nima bo'lib qoladi? Qalamni bir turga xoslagan bo'lamiz. Ya'ni siyohli qalam. Ya'ni qalamlar har xil, toshli qalam bo'lishi mumkin va hokazo, qo'rg'oshin qalam bo'lishi mumkin. Bu yerdagi maqsad nima? Qalamni o'zi qalam nakra edi. Qalam va hibrin degan paytimizda ham nakra holatda, ya'ni aniq ismga aylanmadi, lekin uni ma'nosi xoslandi. Ya'ni nakralar ichida biroz nima xosroq doiraga kirdi. Shunda mana bu, demak, qalam mudof, hibrin mudofun ilayh. Aytayaptiki, bu ikki jumladagi kitob bilan qalam mudof bo'ladi, Muhammad bilan siyoh esa mudofun ilayhi bo'ladi deb aytayapti. Mudofun ilayhi yuqorida aytganimizdek majrur, ya'ni kasrali bo'ladi. Aytayaptiki, mudof ism mufrad hamda tanvinli bo'lsa, izofaga aylantirilganda tanvin tushadi. Demak, mudof kalima, ya'ni birinchi kalima yuqoridagi kitob va qalamlar misol bo'ladi. Shular mufrad bo'lib turibdi va tanvinli. Mana aytayaptiki, mana kitabu Mahmudin degandagi kitob. O'zi buni izofadan ajratib oladigan bo'lsa, kitabun bo'lgan. Kitabun Mahmudun bo'lgan. Endi buni izofaga kirgizgan paytimizda nima bo'ldi? Kitabu Mahmudin bo'lib qoldi. Ya'ni mudofning nimasi? Tanvini tushib ketdi. Demak, yuqorida aytganimizdek mudof ism agar mufrad bo'lib, bu yerda mufraddan maqsad nima? Tasniya va jam bo'lmasa, balki mufrad bo'lsa degani. Bu yerdagi mufraddan maqsad demak birlik bo'lsa, tasniya va jam bo'lmasa degani. Shunda tanvinli bo'ladigan bo'lsa, tanvini tushib ketadi. Agar izofa qilinadigan ism tasniya yoki jam muzakkar solim bo'lsa, nunlari tushiriladi. Demak, izofa qilinadigan ism mufrad emas, balki tasniya bo'lsa yoki jam muzakkar solim bo'lsa, oxiridagi nunlar tushib ketadi. Masalan, akrim validayka va muallimika. Ota-onangga, ota-onangni va muallimlaringni hurmat qil, ikrom qil. Bu yerda validani bo'lgan. Va mana bu bo'lsa muallimuna bo'lgan. Endi bu nasb holatda bo'lganligi uchun validayni muallimina bo'lgan. Endi buni izofa qilgan paytimizda mana bu mudof bo'lganligi uchun nima bo'ldi? Nuni tushib ketdi. Validayka muallimayka bo'lgan. Muallimaykaga aylangan. Xo'p. O'zi bunda ham aytayaptiki, bunda validayka va muallimika izofa qilinmasdan oldin validayni muallimina bo'lib, ya'ni mansub holatda edi. Mana bu nunlari tushib ketdi mudof bo'lganligi uchun. Endi birinchi tanbih, harf jarlardan hasha, ada, xola ba'zi vaqtlarda fe'l bo'lib ham keladi. Demak, mana bu xola, ada, hasha jar harf ma'nosida ham keladi, ba'zan fe'l ma'nosida kelib, o'zidan keyingi narsa nima bo'lib qoladi? Fe'l bo'lib kelgan paytda o'zidan keyingisi nasb holatda bo'ladi. Agar demak o'zidan keyingi kalimani nasb holatda ko'rsak, demak bunga fe'l ma'nosida muomala qilinayotganligini bilamiz, demak jumlalarda ko'rsak. Ikkinchi tanbih, jar va majrur yoki zarflarning mutaallaqi ba'zi vaqtda zikr qilinmaydi. Ya'ni ba'zi vaqtda jar va majrur va zarflarni mutaallaq bo'ladigan, ya'ni bog'lanadigan joyi mahzuf, ya'ni tushirib qolinadi. Masalan, al-ilmu fi suduri, ilm ko'kslarda bo'ladi. Bu o'zi qanday bo'lgan? Al-ilmu mavjudun fi suduri yoki bo'lmasa al-ilmu mustaqirrun fi suduri degan, ya'ni taqdirda narsa bor. Ilm qalblardadir. Bu vaqtda mutaallaqga kana kabi bir fe'l taqdir qilinadi. Ya'ni biror bir ma'noga tushadigan biror bir fe'lni qo'yamiz. Kana bo'lishi mumkin yoki kainun yoki mavjudun. O'sha tushib qolgan narsa shu bo'lishi mumkin. Odatda mana shunaqa umumiy ma'noni beradigan fe'llar yoki kalimalar bo'ladi. Uchinchi tanbih, mudofun ilayhi majrur bo'ladi dedik. Muzof esa o'rniga qarab marfu, mansub, majrur bo'lishi mumkin deb aytamiz. Xo'p, hada qalamu Mahmudin, akhadtu qalama Mahmudin, katabtu bi qalami Mahmudin. E'tibor bersak, mana bu qalamu mudof. Birinchisida xabar bo'lganligi uchun marfu, ikkinchisida maf'ulun bihi bo'lganligi uchun mansub, uchinchi oxirgisida jar qiluvchi harfdan keyin kelayotganligi uchun majrur bo'lyapti. Bu Mahmudning qalami, Mahmudning qalamini oldim, Mahmudning qalami bilan yozdim.
Shu bilan demak qoidalarni tugatdik. Endi mashqlarga kirishamiz. 89-mashq. Quyidagi jumlalardagi majrurlarni ko'rsating va nimaga jar bo'lganlarini so'zlab bering. Biz majrurlarni ikkita ekanligini o'tdik. Jar qiluvchi harfdan keyin kelgan ism yoki mudofun ilayhi bo'lgan ism. Mana shunda majrur bo'ladi. Va nimaga majrur, nima bilan majrur? Masalan, kasra bilanmi yoki bo'lmasa yo bilanmi masalan? Ibtaid anil mufsidina, fasodchi, buzg'unchilardan uzoq tur. Ibtaid fe'l amr. Endi bular aytishimiz shart emas, lekin qo'shimcha aytib ketsak bo'ladi. Anta mustadir foili bor, an harfi jar, al mufsidina majrur. Jar majrur mutaalliq ibtaid fe'liga bo'ladi. Al mufsidin majrur bo'lib jar alomati yo. Safara Mahmudun min al-Qohirati ila al-Iskandariyati. Mahmud Qohiradan Iskandariya shahriga safar qildi. Safara fe'l, Mahmudun foil, min harfi jar, al-Qohirati majrur, jar alomati kasra bo'ladi. Jar majrur mutaalliq safara fe'liga. Ila harfi jar, al-Iskandariyati majrur, jar alomati kasra, jar majrur mutaalliq safara fe'liga. Qolganlari ham xuddi shunday. 90-mashq. 40 ta jumla keltiring. Bu demak katta mashq ekan. 40 ta jumla keltiramiz. Shulardan 7tasi mudof va mudofun ilayhiga va yana min, ila, ala, figa 4 tadan misol, ba bilan kafga 3 tadan misol, qolgan jar harflariga bittadan misol bo'lsin. 91-mashq. Quyidagi jumlalarni i'roblang, tarkib chiqamiz. Zahaba Faridun ila al-hadiqati. Farid bog'ga ketdi. Mana zahaba fe'l mozi, fathaga binoan mabni, fathasi zohir, Faridun marfu lafzan, zahabaga foil bo'ladi, ila harfi jar, al-hadiqati majrur lafzan. Ila bilan jar va majrur mutaalliq zahabaga. Keyingi hada kitobi Muhammadin. Bu Muhammadning kitobidir. Hada ismi ishora sukunga binoan mabni, mahallan rafta bo'lib mubtado, kitob muzof, Muhammadga ya'ni muzof bo'lyapti. Muhammadin mudofun ilayh, kitobga kitobu marfu lafzan bo'lib hadaga xabar bo'ladi va hokazo. La'ibna fil hadiqati. La'iba fe'l, na uni foili bo'lib turib, ya'ni na zamir bo'ladi, yopishib keladigan zamirlardan bo'lib foil bo'ladi. Foil bo'lganligi uchun marfu bo'lishi kerak, lekin bu nima? Sukunga mabni. Sukunga mabni bo'lganligi uchun nima deymiz? Raf o'rnida yoki mahallan marfu. Fi harfi jar, al hadiqati majrur, jar alomati zohir kasra, jar majrur mutaalliq la'iba fe'liga. Shu bilan demak bu darsimiz nihoyasiga yetdi. Mana bu lug'atlarni ham yodlaymiz va mashqlarni to'liq bajaramiz. Shu bilan demak biz fe'lni i'rob o'rinlari to'g'risida gaplashdik va ismni i'rob o'rinlari to'g'risida gaplashdik. Endi 30-darsdan tavobi to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni ergashuvchilar to'g'risida. Vallohu a'lam.